Qo'qon davlat universiteti sport klubi tashabbusi bilan talabalar o'rtasida rektor kubogi doirasida stol tennisi musobaqasi tashkil etildi. Mazkur sport bellashuvi yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, jismoniy faollikni oshirish hamda talabalar o'rtasida do'stona muhitni shakllantirish maqsadida o'tkazildi. Musobaqada universitetning barcha fakultetlaridan 40 nafardan ziyod iqtidorli va sportsevar yigit-qizlar ishtirok etib, g'oliblik uchun qizg'in va murosasiz kurash olib bordilar. Bellashuvlar ko'tarinki ruhda sport etikasi va halollik tamoyillari asosida tashkil etildi. Har bir uchrashuvda ishtirokchilarning mahorati, tezkorligi yaqqol namoyon bo'ldi. Qizlar o'rtasidagi bahslarda pedagogika va psixologiya fakulteti talabasi Zulayho Mirzo-Olimova barcha raqibalarini ortda qoldirib, faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. U musobaqa davomida barqaror o'yin uslubi, aniqlik namoyish etib, tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'ldi. Yigitlar o'rtasida esa aniq fanlar va muhandislik fakulteti talabasi Nodir Mamatqulov tengsiz ekanini isbotladi. U final bahsda kuchli raqibni mag'lub etib, rektor kubogi sohibiga aylandi. Uning tezkor harakatlari va puxta taktikasi hakamlar tomonidan yuqori baholandi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlar esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Tadbir ishtirokchilari bunday sport musobaqalari talabalarning nafaqat jismoniy, balki ijtimoiy faolligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladilar. Rektor kubogi doirasidagi ushbu stol tennisi musobaqasi talaba yoshlar o'rtasida sog'lom raqobat va sportga bo'lgan qiziqishni yanada kuchaytirishga xizmat qildi. Universitet sport hayotida muhim o'rin tutgan mazkur tadbir kelgusida ham an'anaviy tarzda davom ettirilishi rejalashtirilmoqda.